Qancha beryapti aka? 200 ga ag'bag'i bo'lyapti. Hech kimni so'ramaydi. Beryaptim 200 so'm chiqqan kilosini unutib beraymi? Joy ketdi. Joy ketdi aka. Mana o jichchanaqa Fazil aka legenda bugun. Yaxshi gapirmaydi. Bo'ldi gapiring. 100 ming o'ldirasiz bo'ldi. Bobar aka. Mana dehqon tomon bo'ladigan odam ham bor ekan. Bering, yo'q aka. Og'izda chiqasizlar xolos. Qo'lni xursandchilik bilan. Siz-chu? Gapirdi, gapiring. Bering shuncha odam gapini. 100 so'm. Aslida xo'p, biroz kerak hozir men 100 ming barakasini bersin endi. 100 ming xolos. Bo'ldi endi 100 ming xolos. Bor baraka. Bor baraka. Bo'ldi baraka. Boshqatda bor. Bo'ldi aka. Bor. Nech puldan ketdi Hoji aka? 62 ming so'm. 62 ming so'mdan. Tarozi skitkasi bormi? 100 ming so'm. 100 ming so'm skitka. Xo'p, do'stlar mana. Qaysi buqaligini hozir baraka bo'lganini ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu ko'rib turgan shohdor buqalaring do'stlar 62,5 ming so'mda mana akamiz, Hoji akamiz oldi. Qaranglar, qanaqa semirgan, semizliklarini ko'ringlar obunachilar. Mana semirgan buqa. Bo'ylari ham katta. Oyog'ini chiqarib olibdi. Biri 45 ga boradi do'stlar. Hayotda katta gigant buqa, bozorda eng katta buqalardan bittasi do'stlar. Olganga sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Tepalardan ham bir ko'rib qo'yinglar. Bu do'stlar mana taroziga olib chiqilyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yo'q, qani taxminingizni bilamiz. Xo'p, ko'ringlar, bozorda eng katta buqalardan bittasi. Chiqqan ekan, gigant. Qani. Vap keldi. Bloger aka. Malades 5 kiloga atlashdingiz. Masha akamiz 870 kilo deyapti. 875. Hozir. 870 kilogalar Alloh adashtirmasa deyapti. Meni 870 kilo otdi. Metr o'la. Qimmat metrlar. To'g'risi mana obunachilar. Mana tepol tomon o'yapti. Metrada o'zi egasi aytadi. 271 kilo. 72 kilo keldi obunachilar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 2,5 ming so'mdan 100 ming so'm arg'amchisiga o'tib berdi. Malades lekin. Masha akamiz mana. Mana obunachilar ko'rishlaringiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari va buqa ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 2-kuni, seshanba, 27-yanvar. Do'stlar, biz bugun Andijon viloyati Shaharxon, Cho'ja mol bozoriga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha bu joyda semiz buqalar taroziga nech pul bo'lyapti, tirik oyog'icha qancha sotilyapti. Hammasini narx-navolarni yoritib beramiz. Mana erta tongdan xo'p, mollar ham ko'p kirgan, Simmental, Greenford, Shved ishqibozlarining go'zalligini qaranglar, obunachilar. Xo'p, hammasidan kirgan Xudo xolasa barakalarini tirik oyog'iga qancha bo'lyapti, narx-navolar qancha bo'lyapti, mana bir yoritishda davom etamiz. Akalar nech puldan deyapsizlar bularni? 35 milliondan deyapti. 35 million so'mdan bo'ylari 1.30 dan ziyodroq buqalar mana ko'rishlaringiz mumkin obunachilar. Yemlashga tayyor variantlari ham mana. Kimga qiziq bo'lsa mana. Boqsa ham yana darshi yemlab foydalansa ham bo'ladi. Qassob akalarimizga ham tushiradigan variantlar. Ishqibozga nomer berasizlarmi? Aytinglar nomerlarni. 33lik 919 hop 51 51. Xo'p, bozoringiz nomeri. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar obunachilar. Xo'p, qaysi baraka bo'lyapti aka? Savdo qilyapti? Mashina. Nech qanchadan beryapti? 63,5 ming so'mda obunachilar mana ko'rishlari mumkin. Xo'p, bo'ylari 120 ga boradigan varianti, bahsda bo'ladi. Mol hali xom. Lekin endi boqqan olyapti, so'ygani bilmadik. Mana mana shu yerda savdolari bo'lib turibdi. Baraka bo'lish bilan yoritamiz. Tuyoqlarga ahamiyat berib bersizlar. Aka qancha qildi buni taroziga? 61 dan qilyapti. 61 dan Greenfordda bu 61 ming so'mdan taroziga so'rab turibdi ekan mana. Semiz. Yana boqsa bo'lar ekan buni. Qancha boqdingiz buni aka? 1 yil baqamda. 1 yil baqqaningiz yo'qmi? 1 yil boqilgani yo'q ekan. Obunachilar mana savdolar bo'lib turibdi. Baraka bo'lishiga buni ham yoritamiz. Xo'p, semiz buqalarni ko'rsatishda davom etamiz. Obunachilar mana yerda ham bozorda eng katta buqalardan bittasi chiqqan. Ko'rishlaringiz mumkin mana qanaqa holatda tushib turibdi. Akalar nech puldan deyapsizlar buni? 66 mingdan taroziga. Bozor so'radimi aka? Qancha beryapti?
63 mingdan savdolari bo'lib turibdi ekan. Xo'p, bozor beryapti, lekin baraka emas. Xo'p. Mana bu joyda ham mana. Aka qancha so'rayapti ekan, buni biladinglarmi? Aka qanchadan beryapsiz? 61 ming so'mdan mana savdolarni qilyapti ekan, taroziga so'rayapti. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha narx-navolarni so'rab, aytilishlarini ham bilib qo'yinglar, qanaqa aytilyapti bu qo'laman, o'ziga qarab bo'lyapti. Aka nech pul deyapsiz bu qani? Qancha? 60 million ton tirik oyog'icha. Tirik oyog'icha bozorda sifatli buqalardan. Yaxshi semirgan ekan lekin do'stlar. Orqalaridan bir ko'ringlar mana. Bu qara sifatni qaranglar. Xo'p, buqalar ko'p chiqqan mana. Hojiga qancha berdingiz? 34,5 tirik oyog'icha. Tirik oyog'icha 34,5 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Bo'ylari 1.30 dan baland. Ha, buqamiz ham buqa ekan. Yana boqsa bo'lar ekan buni endi. Mana bu joyda mana shved ishqibozlari uchun do'stlar, shvedlar chiqqan oq quloq, oq tumshuq sifatlilarini ko'ringlar, o'rnashlar. Aka nech pul deyapsiz buqani? Qancha so'rayapti? 40 million so'm so'rab turibdi mana shuni. Mana do'stlar, o'ziga qarab savdolar bo'lyapti. Aytilyapti. Xudo xolasa barakalarda sizlarga nisbatan iloji boricha bugun kattalardan qo'shishga harakat qilamiz, o'rnashlar mana. Savdo bo'lmadimi bu? Sotildimi? Nech pulga bo'ldi? 32 million 800 ming tirik oyog'icha. Abzoriga meter. Menga qarabchi. Mana 32 million 800 ming so'mga sotdik mana. 2 yashar bo'lgan novoz. 554 kilo kelgan kilosi. Rossiyada oshnalarim bor. Sovuqda qiynalishmasin, yaxshi ishlab yursin. novoz baqish kerak emasda. Bu jo'natsa mana uni kichkinalardan olib qo'yamiz. Olib berasiz, ha? Kelishiga mahna qo'yib turadi. Bitta lakdan bosib qo'ysinmi aka? To'xtatmasin. Xo'p, gap so'z yo'q aka. Mana musofirdalarni ko'ngilni olib qo'ydi akamiz. Olganga ham sotganga ham do'stlar, Alloh taolo barakasini bersin. Bo'ylarini yoritib ketamiz 125 dan ziyodroq. Oyoqlari tik, yazlari uzun. Xo'p, yanada yaxshi boqsa bo'ladigan variantlar olib bo'lishlar. Mana baho berib qo'yasizlar o'zlari. Xo'p, do'stlar, mana shu joyda bitta buqani mana savdosi bo'lyapti ekan. Aka qancha berdi taroziga buni? 61 ming so'mdan. 61 ming so'mdan taroziga so'rab turibdi mana do'stlar. Ko'rishlari mumkin. O'ta baland aytyapti. Nech puldan deyapsiz akasiz? 67 dan deydi. Go'sht asha 125 ming sotyapti. Olg'onman. Nech pul oldi aka bu? 20 million 500 ming so'mga mana shu pul olib sotiladi do'stlar mana. Qisirma aka bu? Qisir aka bu. Xo'p, buqani ko'rishlari mumkin. To'qqol variant. Parodasi qanaqa buni aka? Mickey Mouse. Parodani ko'ringlar mana. Egasi Mickey Mouse deyapti mana o'g'illashlar. Xo'p, mana bu joyda ham baraka bo'lib turibdi ekan mana. Qanchaga chiqdi endi? Yo 100 ming beraman deyapti. To'g'ridan o'zim yo'qman deyapti. Bos, hozir yurib turgan narsa. Soting aka. Bir kilo ham yo'q. O'zingiz 1 kilo o't beraman deyapsiz. Hamma pullashi o't beraman deyapti. Hop 61 mingdan eshitib turing, mana 40 ming 1 kilosi tutganmi? Bo'ldi 100 mingingizni beradi, bo'ldi bor. Xursandmisiz marhamat? Bor baraka. Nech puldan ketdi Mardon aka? Hamma pul to'lashyapti. Qanchadan bo'ldi hoji aka? 61 ming so'mdan qaysiki aka? Mana shuni o'zi mana 61 ming so'mdan taroziga bo'ldi do'stlar mana Greenford. Ertamatanda mana savdolarni yoritib ketdik. Mana barakasi bo'libdi. Olganga sotganga Alloh taolo barakasini bersin. Bu joyda ham jupib turibdi mana ikkita. Bularni yoritamiz. Baraka bo'lishiga bularni ham yoritamiz, obunachilar. Xo'p, navbatdagi barakalar bilan yoritaylik, obunachilar. Mana bitta barakamiz nima bo'lyapti mana. Mickey Mouse degani. Shersakamiz pul qilib turibdi mana. Uka orinmasdan bering. Xursandmisiz? Kiloyim 1 tonna kelsin uka. Baraka ber. Uka men ham jishi so'yib qoldim. Inson foydalanib, rahmat uka deb telefon qilib qo'yaymi? Jonike so'yish asha 110 ming so'yapti. Xo'p, buqa qanday buqani bu qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Yo'qsiz. Do'stlar, shunaqasini so'rayapti. So'yib qo'ya olamiz. Qanchaga chiqdi aka? Ular 63 ming deyapti. Bir kun qantar berasizlar deyapti kiloga. Aha.
Savdolar bo'lyapti mana. Baraka bo'lishiga yo'rtamiz obunachilar. Bo'ladigan ish qilaylik, joniki. Qo'y bilan. Nimaga deydi? Issig'ida tortilyapti. Chunki hashim olchi, hashim oladi. Borib oladi. Yani sonra ana 1000 ta 60 ta oldi. Aka 60 dan bering, 60 dan bo'lsa achchiq qilsan oladi. Chunki men eng kam 10 ta mol olaman, u bog' olasa. Ol pachinga olyapman, mizomga qaramayapman, uka. Joniki bor pulga savdo qilyapman mana. Xo'sh. Yani bunu endi 15 milyon 10 milyonga olib baqqan sizga. Bilaman, baqish oson emas. Pul topisham qiyin narsa. Orinmasdan bor. Sarvardi. O'zi yaxshi pul ishlab berdik. Ularimiz bor edi. O'zi yetib keldi. Onsiz 50 mingga olmayman-ku. Bor baraka deb so'zsiz oldim-ku. Uka yomon pul bo'lmadi, arzon emas, 57-58 emas-ku. Molingiz-ku orinmasdan sotsa ham bo'laveradi. Orinmasdan pulsini aytgan ham orinmay olsa bo'laveradigan narx bo'ldi. Sanda bering. Uka, men pulni sanab oling aytdimanda. Men 20 torting deyapman shu molni-ku. Hech pulga 61 ming so'mdan. Uka, yaxshi bo'lar-ekan sizga bering shuni. Eng kechasini jonika chiroyli pul olyapti mana shu. Sizdan men ham mehmon bo'lganku. Siz misol yaqinroqdanga necha kilometr keladi bo'lsa, kelsa 15 kilometr. Men 30 kilometrdan kelaman salkam. Men so'yaman, men bering-ku. Uka, nasha oshni O'zbekiston foydasi bir hattaga sotib yuboraman-ku. Nasiyaga jonika. Men bor pulga savdo qilyapman, Sarvarbi. Bering shuni. Men ham siz yalanaymi? Hurmatli obunachilar, 61 ming so'mdan mana sotilgan Greenford taroziga olib chiqyapti. Kilolarni ham bilib qo'yasizlar mana hozir. Shoshmay desam, akamiz sotgan mana. Xo'p. Semizlarga ahamiyat beraylik obunachilar mana. Qanaqa semirgan. Iloji boricha obunachilar qimmatroq sotaman desalaring, mollarini yog'sizroq boqishga harakat qilinglar, quruq boqishga. Sababi shunaqalar pul bo'layapti. Aka, suzadi olma, suzadi. Sho'r bo'laydi. Qancha chiqdi akalar? 676 kilo chiqdi mana shu akamiz boqqan ekan mana. Hurmatli obunachilar, mana joyda, mana bu joyda ham bitta baraka bo'lyapti mana. Xo'p. Greenford ekan. Aka nech puldan qilyapti taroziga? Bilmaysizmi? 61 ming so'mdan mana savdosi bo'lib turibdi ekan obunachilar. Xo'p, bu qani ko'rib qo'yamiz. Qanaqa semirgan holatlarni. Sifatlari yaxshi, niq. Baraka bo'lishiga buni ham yoritamiz ana obunachilar. Qancha beryapti aka? 36 ga bermaydi. 36 ga tirik oyoqcha. Tirik oyoqcha do'stlar 36 million so'm savdosi bo'lyapti. Tek. Baraka bo'ldimi aka? Qancha bo'ldi? 32 million 800 ming so'mga mana obunachilar baraka bo'lgan buqani ko'rishlari mumkin. Bo'ylari 130 ga boradi mana. Yana yemlab boqsa bo'ladi hali darshi. Lekin sifatlari, gazlari, oyoq qo'llari uzun. Mana realistlarga barakasi. Akamiz sotib olibdilar. Bu hoji aka, baraka bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 36,5 million so'mga mana va nihoyat baraka bo'libdi obunachilar mana. Tirik oyoqcha bo'ldi. Tirik oyoqcha, barakasini bersin. Xo'p, bu buqalarga qancha chiqyapti? Majburlash yo'q aka, 35 million so'mga chiqdi. Qancha berdingiz endi? 35 million. 35 millionga chiqdi obunachilar mana. Ertamatanda savdolarni qo'ydik. Mana. Va nihoyat. Men olavering, bu qo'qadi, xotinidan. Xo'p, do'stlar, buni savdosi bo'lguncha mana bu joyda sizlarga zo'r Angus mana ishqibozlar uchun zo'rlar chiqqan bozorda. Sifatli Angus boqayotgan obunachilarimiz uchun mana narx-navolarni, barakalarini mana shularga yorishib ketishga harakat qilamiz. Xo'p, qanaqa semirganini ko'ringlar obunachilar. Hali dalshi boqsa bo'ladigan variantlari 3 bosh ekan bu joyda. Mana sifatlarini ko'ringlar. Xo'p, arqadan ham bir ko'rishlari mumkin mana.
Xo'p, bo'ylarini olib ketamiz. Obunachilar 1.20 plus olaverasizlar. Xo'p, ostilariga ahamiyat beringlar. 25 sm, 30 sm tegib qoladigan darajada, shunaqa darajada boqqan. Aka sizdan bu qolar? Xo'p, qancha boqchi bularda aka? Bular kecha oldik. Oldingizmi? Savdogarsiz, savdogar akamiz sotiladi deb. Necha puldan deyapsiz bularni? Bularda 100 millioncha kami bor. 100 million so'm kam bor. Ikkoviga mana 100 million so'm kam bor deyapti obunachilar. Savdo qildim aka? Qancha beryapti? 63 mingdan taroziga so'rayapti, 80 million, oyog'iga so'rayapti, 80 million, 82 Tirik oyog'icha. milliongacha. Mana obunachilar 63 ming so'mdan taroziga tirik oyog'icha 80 million, 82 million savdolari bo'lib turibdi ekan. Baraka bo'lishga yoritamiz. Nima deyapti mana obunachilar? Qaranglar. 10 ta o'rniga ikkita yoki bo'lmasam 5 ta o'rniga bitta boqadigan variantlardan mana. Havas qilganlar mashalloh deb bittadan layt gumillatib ketasizlar masjidlarga obunachilar. Xo'p, obunachilar Sherstakam savdosimi bo'lyapti mana ko'rishlari ham mumkin. 61 mingdan taroziga bermayapti degan ekan. 37 million so'm tirik oyog'icha so'rab turibdi mana bu qana obunachilar. Xo'p, 40 millionni pastida ham bitish qiyin deyapti egasi mana. Xo'p. Yana 1 million qo'shib yuborsiz mosh kerak aka? 2 million qo'sh. 2 million 38 ga chiqdingiz-a? 38 chiqildi mana 37 deb turilgan bu mana obunachilar hozir. Maslahati bo'lsinchi, barakalarni kuzatib turinglar, bittadan like bosib turinglar obunachilar. Qancha bo'ldi aka barakasi? 2 million 35 million 200 ming. 35 million 200 ming so'mga mana baraka bo'ldi va nihoyat obunachilar ertalabda yoritib. Taroziga qancha chiqdi aka? 588 kilo taroziga bes qilib obunachilar mana. Xo'p, savdolarimizga qaytamiz do'stlar. 50 million deyapti. Keling, ovoz olib bersangiz olaman. Qo'ling. Kilo 700 kilo, 800 kilo torting. Yengil. Borsamiz aka deb qo'ying. Qancha taroziga endi? Uka yomon so'radimmi? Eldan kam so'radim. Eldan kam so'radim. El qatori so'rayapman-ku. Sarvarda kulib turib. Bering endi aka. Orinsiz. Yo'q, beraman. Yo'q. Beraman, lekin. Uka, orinsiz 50 ming so'mga ham kerak emas molingiz. Bola chaqa katta qilyapman. Orinmasdan aka foydalaringiz pulingizni naqsana beraman. 61 ming so'm. Atrof tomoshabin aka. Bir kam 40 Bir kamga sotdingizmi? Peshanam nech kilo kelsa? Sarvarda mo'jalis 40 million so'm ekan aka. Mo'jalis 40 million so'm bo'lsa 500 ming so'm o'tib akaning bo'ldi nima bo'lsa 500 ming so'm tashlab bering. Ey bola, qo'lini kesib olmasin mana odam. 40 millionga 500 ming so'm kam. Kursamiz deb Men tortaman. gapimni olmaysizmi? Men dallol emasman, ishni bitib qolsin deb 36 million so'rayotgan ekan mana odam mana. Kursanmisiz? Uka 61 mingdan kursanmisiz? Hech kim aytgani bo'lmaydi, tavakkal ish bo'lyapti. Rozimisiz? 500 ming so'm kam 40 millionga sotasizmi? Ukamda atrof Sarvarbek. Sizning singari savdo o'tdim, blogerlar ham mashida hammasi. Sizning singari atrofda savdo To'g'ri, bo'lyaptimi? Tomoshabin atrof. Uka 61 mingdan Sarvarbek. Hamma kamisiz. Shaytonning gapiga kirmang. Mana odam qo'lini tortib ketsa bor. Oshna qo'yavering, men o'zim savdo qilaman. Boyaga bakarim chiqishni qilmang, hey. 61 ming so'mdan tortishga olaman. Oshib ketdi. Hop deb Ya buni hop deydi, ziyonni kim ko'taradi? Ziyon qilmaydi mana xudo. Ya qadam bilasiz oshna. Qilmaydi xudo xolasa aka. 61 mingdan oldim tavakkali peshana. 45 millionlik kelsa ham mayli. Bak. Sotdingizmi? 61 ming so'mdan. Yomon so'radimmi? Eldan kam so'radimmi? Pulli joyi turibdi. Bering shuni. Qonni katta molingiz. Bir paqiz uni o'tkirasiz 61 mingdan. 700 kilo kelsa 690 ga to'layman. 1 tonna kelsa 990 ga to'layman. Bering. Xo'p, barakalla. Yoping. Voy. Qarim polvon ham kech payt telefon qilib so'kmasa, Toshkentdan 60 mingdan olmay ketib 61 dan oldingiz deb. Obunachilar 61 ming so'mdan 10 kilo skitkasiga so'rayapti. Bir paqir suv ya'ni. Kuzatib boringlar, baraka bo'lishiga yoritamiz inshaalloh. Sarvarda ishini 40 millionga oldim. Oshirib olaman. Bering aka endi. Hech pul bo'ldi. Gapirmaysizmi uka? Bitta qo'shing. Uka mana bersiz 40 ga. Bering, to'g'ri olasiz. 60 ming so'mdan beraverasiz. Ortidan beraveraman. Bo'ldi, barakami? Yatgamga. El qator so'rasam bo'lmaydimi shunda?
Nima qilyapsiz? Xo'p, do'stlar, 40 million so'm savdosi bo'lyapti mana. 40 millionga chiqdi obunachilar. Qayog'i ma'qul? Qayog'i ma'qul? Qaraga bo'lsa ham yuraveraman. 13 so'rab bersa bo'ladi. Qo'shmadimmi uka? 35 so'radim, 5 million pul so'rabdi. Qo'shib qo'liga. Bor baraka. Qanchadan ketdi aka? 64 ming so'mdan qaysi biri? Ikkovi mana do'stlar taroziga 64 ming so'mdan baraka bo'lgan Angus. Bozorda va bugungi eng qimmat taroziga qo'yilgan buqalar mana shu ikkovi bo'lib turibdi mana obunachilar. Sifat ko'ringlar. Qanaqa boqish kerak buqani? Quruq boqilgan, yog'siz semirgan buqa mana. Hoji chempion ashuni qo'llardi. Mana shu yerlar. Taroziga qo'ya, tarozilarni ham yoritib qo'yamiz obunachilar. Kuzatishni davom etib turinglar. Xo'p, do'stlar, taroziga kelyapti. Birinchisi, ikkinchisi mana bu joyda turibdi mana. Ko'rishlari mumkin orqalariga. 676 kilo to'xtadi. 676 kilo chiqdi bittasi obunachilar. Xo'p, navbatdagisini ko'ramiz endi. Obunachilar mana. Birinchisi tortildi, ikkinchisi qo'yilyapti mana. Xo'p, bunisini ham yoritamiz obunachilar mana. 735. 735 ta to'xtayapti. 34. 30 da az to'xtayapti. 735 kilo chiqdi mana obunachilar. Anguslar. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin obunachilar mana. Angus baqayib turgan ishqibozlar uchun bo'ladi mana shu video obunachilar. Baraka bo'pti aka, qanchadan ketdi endi? Mana akamizning egasi. 10 kilo skitkasi bilan realni sizlarga ma'lumot. Barakasini bersin aka. Xo'p. Ismoil hojini kelgan mana. Xo'p, obunachilar, va nihoyat 62 ming so'mdan mana shu ko'rib turgan buqani shertikam taroziga mana baraka qilibdi. Narga anguslar bilan olishmoqmiz. Xo'p, do'stlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar. Birdan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar.